Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitapta taharet hakkındaki bölümde mundaqdaydı. Yani tak isticmar qilish hakkındaki bab. İsticmar deganimiz şu tak çamlarını işiltish, tak taşlarını işiltish maqsadini tazg'a vaqtida. Mushning qartilgan. Bu 162 numaralı hadiste bizge Abdullah ibn Yusuf degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi İmam Bukhari rahmetullahi alayh. Bu zat İmam Bukhari rahmetullahi alayhniki ustozlardan bu kishiniki tarjimali başta bir necha qatim o'tdi. Mesela Abdullah ibn Yusuf Tenisi degan vahiy haqidagi bölümde o'tgan. Bu kishi deydi bizga Malik xabar bergan deydi. İmam Malik rahmetullahi alayh. Bu kishi Abu Zinad'dan. Abu Zinad'niki ismi başta tercümalı öttü. Ebu Zinad bolsa Abdullah ibn Zekvan namıyla ötken adam şu. Bu kişi A'raydın. A'rac Abdurrahman ibn Hormuz degan büyük tabi'in hem özü muhaddis. Bu kişi Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet kılıyordu. Hakikaten Peygamber aleyhissalatu vesselam mundaq degan. Sizlarning biringlar taharat alsa, bunuğa bir su qiysin. Buna degani, bunuğa bir su tasın degan. Andın bu sunu çassun degan bo'ldi. İstinsar degan. Çassun yani bunu qaqsun demekçi. Taş işletmekçi bo'lsa, yani maqsadni tozalamoqchi bo'lsa, taq taş ishlatsin. Sizlarning biringlar uyqudan uyg'ongan vaqtida qo'lini tashdakka yoki dasqa akirishdan burun qo'lini avval yuvib tarat oldigan vaqtida andın qo'lini yuvib bo'lgandan so'ng akirsin demekçi. Chunki sizlarning biringlar qo'lining nalarda yuvganini, nalarda qo'nganligini bilmaydi o'qchilikda degan. Bu hadisda umum jihatda elib aytgan vaqtida muhim 3 hukm bor. Birincisi, masalan, buni qiqish masalasi, ikkinchisi taq tash ishiltish masalasi, üçüncüsü taharat ilishdan burun qo'lni yuvish masalasi. Bu 3 hukm merkezleşken hadis bu. Endi uyqudan uyg'ongan vaqtida qo'lni yuvitish haqidagi masalasida, masalan, u vaqtida atrofda bunda jo'g'isi va bunda chilaklar yo'q, faqat dasli bor-da, chaynakli yo'q. Shu das qo'lni tiqib taharatni oladi. Teshig'i elib suvnamda qo'lda elib. Shu mezgillarda deyilayotgan hadislar bu. Hamda uyqudan uyg'ongan odamga nisbatan elib aytgan vaqtida bu nejismi qo'li desa, yo'q. Nejis yoki nejis emasmi emas, nejismi emas, nejis emasmi emas. Bu mevhum holat. Bu yerdagi nejislik ehtimoli bor ahvol ostida yuvishga bo'lyotdi. Bu so'zga nisbatan ulamolar xilma-xil tushunchalarda bo'lgan. Nimishqa degan vaqtida ba'zilar odamning qo'lida shayton o'ynab qo'yishqa deb mundaq qaragan. Eng bu yerdagi rajih kuchlik bo'lgan muayyan ehtimol, chunki odamningki qo'li uxlagan vaqtida ba'zi najosatni tutib qoldigan avvallar bo'ldi, ba'zida avratni tutib qoldigan avvallar bo'ldi, yoki buni tutib qoldigan avvallar bo'ldi. Turli mush nuqtadan yuvish buyurilgan bo'lish ehtimoli nihoyat kuchliroq. Mushu hadisning olgan hukmlarga, illatlarga qarata bir qism ulamolar taharatdan burun qo'lni yuvishni sunnat deb qaraganlar bor, ba'zilar vojib deb qaraganlar bor. Shu buyruqdagi masalalarga qarata. Ba'zi hadis olimlari yoki faqihlar bu qo'lni yuvishniki illat sabablarini turli tushunchalarga, taraflarga bog'lab baqqanlar bor. Eng muhimi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki faqat buyruqi deb qaralsa bu tugillar ham yaxshi yechilishi mumkin. Shuning uchun Imom Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayh bir odam shu kechining uyqusidan uyg'ongan vaqtida qo'lni yuvishdan burun qo'lni suv tiqqan bo'lsa, shu suvni to'kitish kerak deb qaragan. Ammo bir qism ulamolar Imom Malik, masalan, Ata ibn Abi Rabah, Avzai, Imom Shafiy qatorliq ulamolar yo'q. Buni to'kib etmaydi deb mundam qaragan. Chunki qo'lni yuvish masalasiga qarta shu illatda bular birliklanmagan ahvol bor. Ammo masalan, kunduzda uxlabdi masalan, kunduz uxlagan vaqtida uyqudan uyg'ongan vaqt qanday qildi degan vaqtida Hasanul Basri rahmatullohi alayh
kechida uxlamdi, kunduz uxlamdi, o'xshash deb qaragan. Ammo Imom Ahmad kechining uyqusi qo'ygan talabni yuqori qo'yib, kunduz uyqusi qaragan vaqtida talabni to'varoq qo'ygan. Ammo Zohiriy mazhabning ulamolar cho'qim qanday vaqt bo'lishidan qat'iy nazar shu yuvish kerak deb qaraydi-ku bu masalada. Bu hadisdan biz oladigan yana bir hukm ehtimoliy deb qaralgan nijosat qarta bu yuvishniki mustahabligi, muhimligi ta'kidlanmoqda. Bunun qarta tahim cho'nqurlab bu masalani aniq bilishni xohlaydigan do'stlarga, qarindoshlarimizga fiqh kitoblarga murojaat qilishni o'tinamiz. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.